birozgina ma'lumot ulashib qo'yay dedim. Hozir tuxumlarni ochib chiqishga tayyorlayotgandim. Bitta qiziq ma'lumot. Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar bu tuxumlarni. Bu tuxum 150 ta tuxumning ichidan mana shular brak. Bularning ichida jo'ja yo'q, jo'ja paydo bo'lmagan. 150 taning ichidan mana qaranglar. Hop. Atiga 14 ta tuxum brak. 150 ta ichidan bu juda ajoyib natija. Mana bu 100 ta tuxumdan mana 11 ta. Bu ham yaxshi deb hisoblayman. 100 ta tuxum ichidan 11 ta braki. Lekin mana bu o'ta zo'r natija. 120 ta tuxumning ichidan 7 dona braki. Bularda umuman jo'ja yo'q, jo'ja paydo bo'lmagan. Mana bu 50 ta tuxumning ichidan. Bu qanday desam bo'ladi? Har qalay nisbatan yaxshiroq. Lekin mana bu birozgina yomonroq. Bu 50 ta tuxumning ichidan pashti 50 shunday bo'lib qoldi. U qanday menimcha yo tuxumlar noto'g'ri saqlangan, yo bo'lmasam xo'rozi oz bo'lishi mumkin. Endi bunga sabablar juda ko'p sabablari bor. Lekin mana bu tuxumlar men aniq bilaman, o'zim olib kelganman. Bu tuxumlar 1 kunlik tuxumlar. 1 kun tug'gan, o'sha kuni olib kelganman. Ertasi kuni bostirganman. 120 taning ichidan mana 7 dona brak chiqdi. Mana bular esa, bular ham shunday juda rezultat oz. Hammasini belgisi bor, alohida tayyorlab belgilab qo'yganman. Bu ham shu qanchaning ichida? 150 taning ichidan adashmasam shunday. Lekin bu rezultat yomon, chunki juda ko'p tuxum mana brak chiqqan. Meni o'ylashim bo'yicha bu mana bu kichkina tuxumlar yangi tuxumga kirgan tovuqlar tuxumi.